narsalar bilan zaharlagan kim? Bekordan qondan shomgacha mashq qildimmi? Kim meni taqdirimni butkul o'zgartirib yubordi? Men nimaiki qilgan bo'lsam, men bilan ustozim faxrlansin deb qildi. Ay, sen bilan faxrlanaman deb ay. Bekordan qondan shomgacha mashq qildimmi? Kim meni taqdirimni butkul o'zgartirib yubordi? Narsalar bilan zaharlagan kim? Bekordan qondan shomgacha mashq qildimmi? Kim meni taqdirimni butkul o'zgartirib yubordi? Men nimaiki qilgan bo'lsam, men bilan ustozim faxrlansin deb qildi.